Aynan mana shu hajmdagi quyosh panellaridan qanday daromad olsa bo'ladi? 10 kilovatli quyoshli paneldan kuniga 40-50 kilovat tok ishlab chiqarilganda, uni oyiga ko'paytirganda 1 oyda 1,2–1,5 million so'm daromad olsa bo'ladi. Qanday qilib buni amalga oshirsa bo'ladi? Nimadan boshlash kerak? Buni amalga oshirish uchun birinchi navbatda bizni SmartWatt kompaniyasiga murojaat qilsa, SmartWatt kompaniyasi xonadoniga borib, elektr energiyasini hisoblab chiqarib, mana shu montajlarni to noldan oxirgi holatgacha o'zimiz o'rnatib ishga tushirib beramiz. Buni o'rnatish uchun qandaydir talablar va tartiblar bormi? Ha, talablari bor. Uning talablari mana shu quyoshli panellarni o'rnatib bo'lgandan keyin hududiy elektrosetdan ro'yxatdan o'tish kerak. Shu kungacha nechta xonadonga quyosh panellari o'rnatdingiz va ular o'rtacha qancha daromad olishyapti? Bungacha 200 dan ortiq xonadonlarga quyoshli panellar o'rnatib berdik. O'rta hisobda 150 milliondan 300 milliongacha daromad olib kelishmoqda. Bu ma'lumotlar shaxsan meni ham juda ham qiziqtirdi. O'ylaymanki, siz ham o'z uyingizga quyosh panellarini o'rnatishni va passiv daromadga chiqishni va xarajatlarni daromadga aylantirishni istaysiz. Agar shunday istagingiz bo'lsa, SmartWatt kompaniyasiga hoziroq murojaat qiling.